To'xtat. Barchaga assalomu alaykum. Navro'z marketing do'konida narxlar bilan tanishamiz. Qani ketdik. Hop, shimlarimizga keladigan bo'lsak, bu shimimiz 120 ming so'm. Hop, bunisi ham 120 ming so'm. Bu pol plastik shimimiz 159 ming so'm. Va qolgan shimlarimizdan olib Bolalarimiz uchun sportkalarni 100 ming so'm, 150 ming so'm tashqari boshqa turdagisidan ham bor. Bu yerda ko'rinib turgan detskiy pijamalaringni atiga 50 ming so'mdan olib ketishlaring mumkin. Bolajonlarimiz uchun bahorga hamda yozgi shimlarimizdan olib kelib qo'yganmiz. Bularning narxini atiga 70 ming so'mdan qilib qo'ydik. Sifatlarini o'zlaring ko'rib baho berishlaring mumkin. Qizlarimiz uchun ham olib kelib qo'yganmiz, kelaverasizlar. Undan tashqari qizlarimiz uchun ham sportkalarimizni olib kelib qo'yganmiz. Ayollarimiz uchun Xitoyda ishlab chiqarilgan sviterlardan olib kelib qo'ydik. Bahor hamda yozgi mavsumlarga mos keladigan. Sifatlarini o'zlaring ko'rishlaring mumkin. Narxiga keladigan bo'lsa, atiga 160 ming so'm. Undan tashqari boshqa turdagi kiyimlarimizdan ham olib kelib qo'ydik. Qizlarimiz uchun jinsovka hamda klassik shimlarimizdan ham olib kelib qo'yganmiz. Buni atiga 150 ming so'mdan xarid qilishlaring mumkin. Bunda ko'rib turgan jinsovka shimlarini atiga 120 ming so'mdan xarid qilishlaring mumkin. Bu ko'rib turgan to'plarning narxi atiga 70 ming so'm. Undan tashqari boshqa turdagi oyoq kiyimlardan ham olib kelib qo'yganmiz. Bemalol kelaveradi.